sehrgarlarni oldiga borish, folbinni oldiga borish, ularga qanaqadir bir tumorlar qildirish, yo o'zi osib yurishi, yo bolalarga osib qo'yish, bu juda ham xatarli narsalar ekanligini ustozlarimiz 1000 marta takrorlashgan bizga. Hozir o'zi masalan musulmonlarning o'zini hayotidagi dard, alam yetarli-ku, to'g'rimi? O'sha sehrgarlarga borib, bolani otasiga, otani bolasiga, akani ukasiga, ukani akasiga, erni xotiniga, xotinni eriga, bir-biriga qayrayotganlar. Musulmonlarning zotan dardi yetarli-ku. Allohdan qo'rqishimiz kerak. Uyalish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aniq qilib ta'kidlab aytganlar. Kim bir folbinning oldiga borib, folbinning aytganini tasdiqlaydigan bo'lsa, dinga kofir bo'ladi, dindan chiqadi deganlar. Bu boyagi o'yin qiladigan yengil narsa emas-ku. Bu juda jiddiy gap-ku.